Turmush o'rtog'im to'yimizdan ancha oldin onam medavikni yaxshi ko'radilar deganlar uchun medavik tayyorlashni o'rganganman va o'sha birinchi tayyorlagan medavikimdan qaynona oyijonimga berib yuborganman. Balki shundan keyin meni yoqtirib qolib kelin qilgandirlar. Shu faqat bitta retsept bo'yicha tayyorlayman. O'sha retseptni sizlar bilan ham qo'yishaman. Assalomu alaykum. Birinchi ishimizni kremini tayyorlab qo'yishdan boshlaymiz. Buning uchun chimdimgina tuz, kukuruz kraxmal va shakarni yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustiga qaynoq sutdan ozgina quyib bir xil massa qilib olamiz. O'rtacha olovda qaynatishni boshlaymiz. Biqirlab qaynab chiqqandan keyin quyilishni boshlaydi. Boshqa idishga olib sovitishga qoldiramiz. Endi asalga ichimlik sodasi va sariyog'ni solib, rangi qizarib o'zgargunicha tinmay past olov ustida aralashtirib turamiz. Xuddi shunaqa rangga kelganda to'xtatamiz va olovni o'chiramiz. Tuxum, qabartma tuzi va shakarni bir rol mikser qilib, so'ng asalli aralashmadan ozdan qo'shib, yana mikser qilishda davom etamiz. Elangan un solib, xuddi shunaqa quyuqlikda bo'lgunicha mikser qilib olamiz. Tayyor suyuq xamirni to'rtta bir xil teng idishlarga bo'lib olamiz. Duxovka listiga joylab, qizib turgan duxovkada 8-10 daqiqa davomida pishirib olamiz va qaynoqligida hammasini tekislab kesib chiqamiz. Biroz iliq holatdagi kremimizga sariyog'ni qo'shib, yaxshilab mikser qilamiz va kremini tayyorlab olamiz. Korj krem qilib terib chiqamiz. Chetidan chiqqan korjlarni chopperda maydalab ustiga sepib chiqamiz. Ustiga strich yoki salofan paketini yopib, kamida 5-6 soatga sovuqroq joyda qoldiramiz. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.